Yutqizsak keyingi safar o'xshaydi. Yutsak yana ko'p yutishni xohlaymiz. Siz o'zingizga savol berib ko'ring. Shu yutqizilgan summalar qancha sizda? Siz o'ylagandan ham ko'proq. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan 5-qadam, ya'ni yutqizilgan pullarni hisoblash. Biz siz bilan qimordan chiqishning 20 qadam loyihasini ko'ryapmiz. Bugun 5-qadam haqida gaplashamiz. Ya'ni shu qimorga qaram inson onlayn kazino o'ynaydimi, stavkalar qiladimi? O'zini o'ylagan hisobidan ham, summasidan ham katta summa yutqizilgan bo'lib chiqadi. Chunki biz aniq bir sarhisobga ega emasmiz. 5-qadam nima haqida? To'g'ri, bu yutqizilgan pullarni siz sanab chiqishingiz kerak. Buni qanday amalga oshiramiz? Agar shu hozir o'ynayotgan bukmekerlik kontorangizga, tex poddershkasiga yozma ravishda yozasiz. Mana shu paytgacha o'ynab qancha пополнение qilgan hisobimni yozma ravishda bering desangizlar, ular beradi. Siz o'shanda aniq summani ko'rasiz. Chunki siz o'ylashingiz mumkin, $10,000 yutqizganman yoki 100 million. Bu undan ham katta bo'lib chiqishi mumkin. $10,000 $30,000 bo'lishi mumkin, 100 million so'm pulingiz yoki 200-300 million so'm yutqizgan bo'lib chiqasiz. Buni sarhisobini qilishni sababi nima desak? Chunki biz shu qimor ichidan, qimorni tark qilolmayotganligimiz sababi shu aynan bizani hozirgi kunda qarzdorligimiz. Biz shu kechqurunlari uxla olmasligimizning sababi ham shu qarzdorligimiz. Shu qarzlarni o'ylab ham qanday qutulaman, bu muammolardan qanday chiqib ketaman deb shu qarzlarni o'ylab ham shu qimor ichidamiz hali ham. Shu 5-qadam yutqizilgan pullarni hisoblash to'g'risida hozir gapiryapmiz. Bu summalarni siz aniq bilgandan keyin o'zingiz tan olib, xulosa qilib, to'xta, men shu joygacha keldim. Mana $10,000 qarz qilib qo'ydim. Endi bu hozir men shu o'yin ichida yurib va yana shu qarzlarim ortgandan ortmoqda. Men nima qilishim kerak degan savolni o'zingizga bering. Aniq reja qiling. Kredit olgan bo'lsangiz, kreditni vaqtida to'lamayapmisiz? Bank xodimlari bilan kelishing, telefonda gaplashing, tushuntiring. Baribir bundan qochib qutula olmaysiz. Baribir siz kreditni to'lashingiz kerak. Agar insonlardan olgan bo'lsangiz, buni to'g'ri tushuntirish kerak. Muddatlar so'rash kerak. To'g'ri, siz u insonni 10 kunga, 1 oyga deb olgansiz, lekin 6 oy bo'lib ketdi, 1 yil bo'lib ketdi, hali ham aldab yuribsiz. Aldagan bilan foyda yo'q. Konkretniy va'da bering. Muddatlar qo'ying, vaziyatingizni tushuntiring. Hozir men shunaqa qo'ydim. Shu qimor ortidan qarzdorlik botqog'iga kirib qo'ydim. Tupikka kirib qo'ydim, muammolar orttirib qo'ydim. Lekin men shu pulni beraman, lekin hozir vaziyatim, ahvolim shunaqa darajadaki pul berishga imkoniyatim yo'q deb to'g'ri tushuntirishga harakat qiling. U insonlar ham tushunadi. To'g'ri, konkretniy reja qilib, ortiqcha sarf xarajatni olib tashlab, oshna og'aynalar bilan yana har hafta o'tiriladigan bo'lsa, uni ham bir qisqa qilib, bir o'zingizga tiklab olingcha, shu narsalardan ortiqcha sarf xarajatlarni yo'q qilib turish kerak. Bu narsani iloji bor qilsa bo'ladi. Faqat aniq reja bilan bu muammolarni hal qilsa bo'ladi. Demak, do'stlar, siz hozir o'ynab yurgan bo'lsangiz, vaqtida to'xtating, xulosa qiling, tan oling, o'z hayotingni o'zing qutqar. Bo'lmasa sizning qarzingiz ortgandan ortadi. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Qimordan aziyat chekib yurgan insonlarga ulashib qo'ying. Ularning yaqinlariga ham ulashib qo'ying. Keyingi qadamlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Ko'rishguncha.